Jonim bacham. Bütün faxr senga bugundan boshlab oting Faxriddin. Voy aylanajon. Ikkinchi o'rin o'g'limda. Ya onasi ham biri yormaysan birinchi o'rinni. Malades jonim bacham. Mana ko'ksimga shamol tegdi. Aylanay jonim bacham. Birniki bor. Sadilon haromchasi. Bo'pcha. Nima berdilar, televizormi? Yo'q, moshin. Ikar moshinmi? Haydaykom moshin. Qanday qilib onasi ham birinchi o'ringa, Cobalt ikkinchi o'ringa choynak berishi mumkin, ha? Maqida bilan jurlardan so'rangda. Ilohim, moshina polni krashimni chiqsin. Kir. Kiray. Bo. De. Ring. Nima ekan? Pishak. Nechta so'z o'qiding? 28 ta. 1 minutgami? 1 minutga. Ana uni bu yoqda nechta o'qidi? 38 ta. 10 minutgami? 1 minutga. Ha. Qo'parasin bir. Davay. Babi ko'rib Ha. Qo'poza. Teknologiya. Yalon naqma menga. Ye. Men seni odam qilayotgan joyda bilaman. O'lakka tush. Teknologiya. Ya kira olib keldi. Samarqandga olib kelib patarlama menga balam. Ye, mana yozib qo'yibdi. Toshkent kimyo xalqaro universiteti, Samarqand filiali, eski yoju, tushundingmi? Sultani yojumi? Ha, yojuga qiysan. Kim bilan beraman? Kim bo'lsang ham odam bo'lasan eng muhimi, tushundingmi? Men o'zim bilaman sen kim qilishdi. Ichkariga kir davay. Bu universitet 2018-yildan beri faoliyat yuritadi. 38 ta bakalavr, 24 ta magistratura, 29 ta doktorantura ta'lim mutaxassisliklari bo'yicha Yevropa standartlari asosida o'qishing mumkin. Agar talaba xohlasa, o'qishini chet elda ham davom ettirishi mumkin. Chet elni bittadan 3 tagacha bakalavr diplomlarini qo'liga kiritishi mumkin. Nufuzli chet el kompaniyalarga ishga kirishi ham mumkin. 50 ga yaqin xorijiy davlatlarning nufuzli oligohlar bilan hamkorlik memorandumlari ham bu yerda imzolangan. Kontrakt narxlari arzonlashtirilgan. Bundan tashqari ta'lim granti ham bor, nomdor stipendiyalar ham tashkil etilgan. Bu yerda nafaqat o'zbekistonlik, balki xorijlik talabalar ham tahsil oladi. Shirin massivdagi jami 11 gektarlik maydonda universitetning yangi binosi qad ko'taryapti. Men aniqladim zakonni. Ana morak bilsin bacham, asal bacham. Men yo'l harakatini boshqarish yo'nalishiga o'qishga kiraman. Gaybi bo'laman, ana gaybi bo'lgandan keyin Sadilonni hech naqa qilmayman, qamoqdan chiqmayman. Mo'shin qana. Yo'q, o'g'lim, Bomurod. Sen hech kimga bunaqa g'araz ko'z bilan qarama. Sen undan ko'ra davolash ishiga kirib, doktor bo'lsang, qanchadan qancha kasallarni dardiga shifo bo'lsang, ularni davolasang bo'lmaydimi, bir duosini olib, ha? Sadilonni-chi? Yo'q, u qo'lingga tushib, tomiriga havo hayda o'lsin ketsin, tushundingmi?